Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Redraf. Bu videoda biz yaponcha stilda uy qurishni o'rganamiz. Mana shu qurgan uyimda kommentariyada 10 ballik sistemada baholaysizlar. Sizlar esa hozir kanalga obuna bo'linglar va like bosinglar. Biz esa ketdik. Xo'sh bolalar, bizga eng birinchi mana bunaqa platforma kerak bo'ladi. Bu platforma 15 ga 15 blok bo'lishi kerak. To'g'ri bo'lishi kerak, bo'lmasa uyingiz noto'g'ri chiqishi mumkin. Xo'sh, bu platformani qurib bo'lgandan keyin bu yerga bitta blok, bu yerga bitta blok qo'yamiz. Keyin 1 2 3 ta blok sanaymizda, bitta blok qo'yamiz. Keyin yana 3 ta blok sanaymiz va bitta blok. Keyin yana o'sha burchaklarga kelib turib, shunaqa qo'yib olamiz bloklarni. Hozir hamma burchaklarga birinchi qo'yib olamiz. Xo'sh, bu burchak. Endi 3 ta blok, mana 3 ta blok, mana. Xo'sh. Keyin men hozir buni tezlashtirilgan 40 ta shemaman bu qismini. Shuning uchun o'zlaringiz shunaqa qilib olaveringlar. Xo'sh. Mana shunaqa bloklarni qo'yib chiqib bo'lganingizdan so'ng shularni yana 5 ta blok tepaga ko'taring. Mana 1 2 3 4 5. Va hammasi bilan shunaqa qiling. Men yana o'zim qilib chiqaman, sizlar esa hammasini to'g'ri qilishing. Xo'sh, shunday qilib ustunlarni ham ko'tarib olganingizdan so'ng bularni shu yon taraf, ya'ni ichki tarafiga ham shunday qilib ustunlar ko'tarib chiqing. Mana bu burchakka bunday qilsak, bunday ustunlarga esa shunchaki qo'yib chiqamiz. Yana shunday qo'yib chiqqaningizdan keyin esa bularni tepasidan birlashtirib qo'ying, mana bunday qilib. Hozir men bularni to'liq shunday qilib chiqaman, siz ham qilib chiqing. Agarda qo'yib chiqib bo'lgan bo'lsangiz, mana bunaqa zina va yarimta blok olib, archa yarimta blok va zinasidan olib, uni mana shu ustunlarni oldiga mana bunday qilib qo'yib chiqing. Burchaklariga mana bunday va bu yerga bunday. Shunday qilib butun bir nimani qilib chiqing har bitta joyiga. Joylariga bunday qilib har bitta joyiga qilib chiqish kerak. Xo'sh, agarda qo'yib chiqqan bo'lsangiz, mana bunaqa toshli kirpichlarni olib turib, ichiga kirib turib, mana bu o'rta joylariga eshiklar qilamiz. Xo'sh, o'rta joylariga mana bunday qilamiz, chunki bu yerda eshiklar bo'ladi. Boshqa qolgan joylariga esa derazalar qilamiz. Hozir ularni barchasini ko'rsatib chiqaman. Xo'sh, mana endi bu yerga deraza qilsak, bunday holda bo'ladi. Shunday ikkitalik derazalar qilib chiqamiz. Bu yerga bo'lsa eshiklar. Har bitta joyga shu holatni qaytarish kerak. Xo'sh, mana ichki taraflardagi devorlarni qilib bo'lgan bo'lsangiz, endi tashqari tarafiga o'tamiz. Mana o'rta tarafiga kelib turib, bu yerga yana bitta blokdan qo'yamiz. Xo'sh, qo'yganimizdan so'ng yana bir blok ko'taramiz. So'ng mana bunday va mana bunday narsa paydo bo'lishi kerak. Xo'sh, endi bu narsani har bitta shu mana bu o'rta joylariga qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, agarda bitirgan bo'lsangiz, xohlagan bir shu o'rta taraflaridan biriga kelasizda, 1 2 3 4 ta blok qo'yasiz. Va eng birinchi 2 ta blogiga pastiga qo'yamiz 2 ta. Keyingi 2 ta blogiga bo'lsa, tepasiga 2 ta qo'yamiz. Va shu holatni har bitta tarafi bilan qaytarib chiqamiz. Mana bu tarafga ham shunday, boshqa taraflarga ham shunday qilib chiqamiz.
Har bitta tarafiga qilib chiqqanimizdan so'ng yana bularni birlashtirishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yapon stilida bo'lgani uchun chiroyli ko'rinadi. Mana bunday qilib ko'tarib olib kelib, mana yerga hatto qo'yib qo'ydim. Mana shunday olib kelib qo'yib ishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday narsa hosil bo'lishi kerak sizlarda. Mana shunday ko'tarilib ketish kerak bo'ladi. Qolgan taraflarga ham shunday qilishimiz kerak bo'ladi. Qilib chiqqaningizdan so'ng har bitta tarafini mana shunday holat, mana shunday ko'rinish yuzaga kelishi kerak bo'ladi. Xo'sh, bundan keyin bizga andezit yarimtalik blok kerak bo'ladi. Mana andezitli yarimtalik blok. Andezitli yarimtalik blok kerak bo'ladi. Bu blokni tom uchun ishlatamiz. Xo'sh, eng birinchi bo'lib mana bu tarafiga xohlagan bir o'rta tarafiga kelib turib 1 2 3 4 ta blok qo'yamiz. So'ng mana bunday qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu tarafiga ham shunday qilamiz. Mana shuni har bitta o'rta tarafiga qilishimiz kerak bo'ladi. Mana qilib bo'lganimizdan keyin mana shu holat yuzaga keladi va shundan keyin mana bu joylardan olib kelib ularni birlashtirishimiz kerak bo'ladi va bu kubik 3 ga 3 blok kubik kvadrat yasashimiz kerak bo'ladi shulardan va buni har bir tarafimizga qilishimiz kerak. Xo'sh, shunday qilib chiqqaningizdan so'ng birorta o'rta tarafga kelib turib endi cheka nimalarni qilishni boshlaymiz. Mana shunday qilib qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizning nimalarimiz chiroyli ko'rinadi. Mana shu qo'yib chiqqan nimalarimni har bitta tarafiga qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shuni har bitta bu hammasiga qilib chiqamiz. Xo'sh, har bir tarafiga shunday qilib chiqqaningizdan keyin mana shu holat yuzaga kelishi kerak bo'ladi. Mana shu ko'rinish. Buni qilib chiqqaningizdan keyin endi o'rta tarafiga ishlov berishni boshlaymiz. Mana buni mana shunday qilib olib kelamiz. Bu yoqdan ham